Qo'qon mashina bozoridamiz. Cobalt ko'ryapmiz. Mana bu do'stimga. Ismlari Azizbek. Cobalt ko'ra olmay xafa bo'lib yuribdi. Cobalt bitta olib beraylik endi shu yigitga. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar bo'lsa, alohida chiqinglar. Buni Propanli ekan. 21-yil. Ma'lumotlarni eshitib, hozir bitta mashina oladigan bo'lsak, barakasini chiqaramiz. Aka, assalomu alaykum. Qulluq bo'lsin. Bu necha pulga sotildi shunda? 88 ga. Nechinchi yil? 21. Yil. Yurgani? 111 ming. Kraskasi? Toza. 111 ming, kraskasi toza, metallik. Propanlik. 88 Oq yo'l aka. Yaxshi yetib olinglar. Mana Cobalt. Ko'rinishda ikkinchi pozitsiya mexanika korobka. Shu mashina sotildi. $8800 ga. Real narxlar qaranglar. Chiqib ketdi bozordan. 6700 sotildimi? 7600 ga. Men adashtirdim. Ko'rdinglarmi? Bitta ichini ko'rib ketaylik. Hoppa. Mana 7600 sotildi. 142478 km yurgan, mexanika korobka, konditsioner bor. Ikkinchi pozitsiya bu. Ikkinchi pozitsiya Aziya. Chexollari bor, polik bor. Kraskasi 2 dona petnosi bor. Oldi qanot, o'ng qanot burchagida petnosi bor deyishdi. Kapotni burchagida narigi tarafda, o'ng tarafda. Bu ham hozir bozordan chiqib ketyapti. 7600 sotildi. Biz noto'g'ri tushunmang shu obunachilarga. Ko'rdingizmi? Bitta ko'ring. Yog'inida, ichinida. Hozir 80 ming yurganini ko'ryapmiz, chiqib ketgan. Uni ichini tozaligini ko'ryapsiz? 107 ming yurgan, toza bir qo'l deyapsiz. Hammasi bir qo'l. Ha. Mana hozir aytdi bu mashina ham yurib turibdi-da aka, mana. Ko'ryapsiz? Rangida farqi bormi? Bormi? Bu ham yaxshi. Hamma har xil minadi. Prosta endi 20 ming yurgan bo'ladi, saqchi bo'lib ketadi. Saqchi bo'lib ketadi. Bundan oldingi mashina 200 ming yurganini ko'rsiz-chi. Bundan tozamidi? Bundan ham toza edi. Mana aytdim, ular ham ochilmagan, artib qo'yilmaganda. O'zi qanaqaligi ham bog'liq bo'lsa kerak. Minishga bog'liq aka. Minishga bog'liq. Zo'r moy quyib turib, dabba minsangiz aka kuydirib yuborasiz. Xuyo'y moy quying. Qarang, 4 yilda Yaxshi mining to'plangan probeyda bu. Yuraveradi aka. Endi hozir 4 yil bo'lgan bo'lsa, mashina chiqqaniga bo'lsiz 25 ming. Dehqonni mashinasi bo'lsa kerak bu. Egasi ham ko'rinmayapti. Mexanika ikkinchi pozitsiya 366400 km yurgan mashina. Egasidan bitta ko'raylikchi buni. Mana. Sizdami aka? Sizdami? Mana. Mayli bunisi-yu, lekin mana bunisiga ko'ringlarda. Bu uje Assalomu alaykum. Servisga xush kelibsiz. Ovozim eshitilmayaptimi ishqilib? Eshitilayotgan bo'lsa, eshitinglar. Tirikchiligim bu ham aka? Tirikchilik, ha. Bittasilar, ha? Mahalla mashinasilar bittamiz. Ha. Kraskasi? Kraskasidan petnochasi. Pulichi? Puli 7700. 7700 kam bor. Yili necha dedilar? Yili 15. 15-yil. Zo'r. Bu Gentrani sotyapsizlarmi? Sotyapmiz. 306 ming yurgan mashinani 340 mingmi? 340 ming yurgan mashinani mana ichi. Buni tozalab qo'ysa bo'ladimi ichini? Yo'q, qiyin. Qiyin a? Bitta yana yurgizib yuboring. Sonti bilan qo'limga Ana hozir yurgizib yuboradi, bitta ko'rasizlar. Tozalasa ham buni yog'i sotib qo'yadi. Ammo yo, ha, tutashi, keyin tutashi kerak, keyin yog'i qorayib ketish kerak va qora yog' sepish kerak-da. O'shada. Yo'q, zo'r, toza. 340 ming yurgan mashinani ahvolini qaranglar. ABS bor. Nechinchi yil bu? 15. 15-yil. 340 ming yurgan. Kraskasi? Kraskasi qalinkasi asta petno. Bo'lsa bo'lib o'lsin. Kraskasi nima qilib berardi? Yo'lda to'xtab qolmaydi-yu, to'g'rimi?
Yo to'xtab qoladimi aka? Navrot kraskasi bor mashina tez yuradi. O'shani ayting. Kraskasi yo'q mashina havoga sirpanish qiyin bo'ladi-da. Kraskasi bor, havoga sirpanadi. Lak sepilgan bo'ladi. 347 ming 54 kilometr yurgan mexanika. Nechinchi paytsa u biri va Bir nimasidan. bira roli tortilmaydigan. Hamma yo'g'i bor ekan. Bir kam dunyosidan emas. Bir kam dunyosidan emas. Bo'laveradi mana. Yaxshi. Nech pul dedinglar? 6800 dan tushib beramiz. 6800 dan tushib berasizlar. Ana bo'lmasam. Siz obunachilingizga ichki yo'li ham bor. 6000 ham devoring, aynan bo'lmasam. 6000 ga beriladi-da, Muhammad. 6000 ga qo'shilsa beriladimi? Bo'laveradi. Bo'laveradi. Metani bor, tayyor. Telefon nomerini video nomiga yozib qo'yaman. Hozir Yarim. Hozir pulimizni 12,5. 12,5 berib yuborasizmi shuni? 12,5 yuboraman. O'zi qanchaga chiqqan shunda 156lik? 13100 ga chiqqan. 2000 yurib 12,5 beraman deyapsiz. 12200 ga bermadingiz. O'zi foydalanaman deb olgansiz. Menga olganman. Yo'q, nimaga sotyapsiz-da? Yo'q deyapman aka. Qulluq bo'lsin. Vanna sistemasi shu-da. O'zgaruvchan tepadagi nimalar, klapan. Ochib yopish vaqtlari o'zgaruvchan. Vanus. Qani? Qani bitta ko'rakchi. Qani. Qani bismillahirrohmanirrohim. Shunaqa bo'lganmi? 2083 kilometr yurgan ekan haqiqatan. Nima qilib? Tablo ham endi tabloni almashtirib yubormas, ha? Funksiyani bitta yoqaylikchi. Qani? Yurgizsam bo'laveradi-a buni? Mana yurdi. Ha, yondi. Mana. Yondi. Haqiqatan bo'laverar ekan. Sidena podogref bor. O'sha avvalgi sidenadan faqat audio sistema boshqa. Mashinada tablo boshqa. Mashinani menyularini qilib ko'rsatsak, bu yerda rasxod, yurgan soat 12 boshqa. Tak. Set parkingda. Qanday qilsa? Ha, mana 54 bo'ldi. Sizlar ko'rinmayapti ekan u. Plyomkasini ko'chirmaganda, ana 54% yog'da quvvatliligi. Ko'ryapsizmi? 54% yog'da quvvatliligi. Meniki 4% qoldi o'sha yog'da quvvatliligi. Mana. Shu yog'da quvvatliligi. Bototdikimi? Ishonchli egasi? Mana shu men tanishim. 12200 deyapti. Bu qanchaga qilib berar ekan endi? Yangi ekanda, mana konditsioner. Mana karatlar o'sha. Buni koja salonligini olaman deyaptimi men? 65ligini. Bo'laveradi bu ham lekin. Qanday bo'lar ekan? Mashina purishmi? Yo'q. Mashina purish emasmi? Bu liniyaga chiqadigan mashina. Liniyaga chiqqanmi? Bo'ldi. Sir asrorlarni bilib qo'ydik deb. Yo'q, o'sha nimada Bag'dod kinaga qatnardi menimcha. Yaxshi bola lekin. Yaxshi bolami? Bo'ldi. Ketdikmi? Ketdik. Bering aka. Zo'rlaq bo'ldi. Barakani ko'rib kelyapmiz. Bozorda savdo yo'q. Baraka qilinglar. Aka bering, biz olamiz deb chiqqanmiz aka. Pul naqdmi? Ha, ishda 5000 bor. Olasi ertaga olib beraman deyapman. Olasi bir haftadan kelgan. Olasi ertaga shunday bankka qo'yib olib beramiz. Aka qo'lini ushlang. Shu yerda Bering. Aka o'sha gap 84. Qaytish yo'q bizda, uyli buyli. aka ko'chan odam. Ko'chanmisiz? Baraka. Bunaqa bo'lmaydi ko'chani. Xursandmisiz? Nima 85 deganimga qanaqa deyapsizlar? Men 9 demadim. Bo'ladigan gap. Endi aka bozor ochib ketmoqda aka. Bering aka. Ko'rib kelavering. Mashina ko'raylikchi. 8500 dedingizmi? Qiyin u aytganiga sotish.
Qancha yurgan bu? Aka shu kapotni ochaylikchi. Mashitni bitta ko'raydi aka. Aka olinglar. O'zi aytdi motor. Вообще zo'r ekan. Avtomat korobka. 19-yil. Aka zo'r ekan. Kraskasi bor ekan. Aka kraskasi mashina yo'lda to'xtatib qo'ymaydi. Shunday qilmaydi aka. Kraskasi bo'lsa bo'lar. Asosiysi buni. Motor, korobka, ходовой, balon. Olib chiqib balon qo'ymaysizmi hozir? Haligi aka ko'rinmay qoldi. Mashinada chiqadi. Shetda. Tanimiz bu insonlarga. Foyda qolsa ber aka. Bering. Faqirlik qilmang aka. 100 kam bo'lyapti aytganingizda. Jon aka Bozorda savdo qilib olaman. Sizga bo'ladigan gap debdi. 84 aka. 80 narxon aka. Olaman. Xomajon. 5000. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Olaman deb o'tdi o'sha. Ha, boshladik. Bering aka. $100 kelishilishmayapti. O'shanga davrimiz qilib oladi debdi. Endi aka tirikchilik ekanda. Tirikchilik ekan. Ishonch. Mayli. Bo'laveradi. Nech pul bo'ldi? Qanchadan? 2200 ga bermadingiz. Telefon nomeringizni chiqarib qo'yaymi? Nechinchi yil bu mashina? 2009. Yurgani qancha? 273 ming. Qanaqa motorlik bu? Sons motor. Sons motor, ha? Kraskasi necha foiz? Bo'ldi, yuravering aka oldiga. 2200 ga bermadingiz, ha? Hozir o'taman yoningizga. Mana shu mashina. Telefon nomeringiz necha aka? 91 154 77 80. 4200 nechinchi yil bu? 13-yil. Rang allambaloyu. Zavodskoy. $4200 ga bu. Mana bu Malibu'ni bitta ko'ringlarchi, 91 ming kilometr yurgan Malibu sotiladi. Mashina bitta ko'ringlar, ma'qul kelsa olaverasizlar. 2021-yil. Xudo xohlasa kalitsiz kirish, beskluchovoy доступ. Mashina esa Koreya kompaniya, Koreya, Made in Koreya. Xo'p, deganda 94771 tablomiz. Mashinamizda sovutish sistemamiz bor ekan, avtomat korobka. Bu shunda 2 turbo qanaqasi ekan? Bu hozir zavodskoy Primera. Shunda 9 bosqichli avtomat korobkaligimi bu? Eng fulli 9 taligi. O'sha paytda ham eng yuqorisi bo'lgan. Hozir ham eng yuqorisilaridan Primer olgan yaxshi deyishyapti. 94 ming yurgan bo'lsa, bitta ko'rib tekshirib olaverasizlar. Qani bismillahirrohmanirrohim. Bunday qilsanglar, ichini ko'rsanglar, keyin yana unga qarab turib nima qilaverasizlar? Gaplashaverasizlar yoki bunday qilsam, mana. Xo'p, nima deymiz? 5 ga 30 yog' moy avtomashinaga. Hoppa. Kraskasi radno ya buni? Toza. 94 ming yurgan. 4 ta balon yumshoq qo'yilgan, tonirovka, antradar podarka. Puli necha pul dedik shunda? 24800 dan shu. 24800 kam bor. Kelishtirib beramiz, ha? Xo'p bo'ladi. 23-yil mana Tracker toza, 40 ming kilometr yurgan, Premier pozitsiyadagi Tracker 2. Toza ekan avtomashina. 1.2 motor, 123 dan, 132 dan ot kuchi, turbo motor, beskluchovoy доступ. Mashinamiz koja salon. Ha, 4 tala oynaklari ham avtorejim bilan birga, cruise control, limit control avtomashinada va avtomat korobka, o'zini o'zi parkovka qilish funksiyalari ham bor. Klimat kontroli avtorejim bilan birga. Polik tashlangan mashinaga. Orqa oynaklariga tonirovkasi tortilgan. Sidinalarimiz koja, mashina hamma joyi toza radnoy. Propan qo'yilganmi? Propani bor ekan mana. Tagi shumkalari bilan qilib qo'yib qo'yishibdi. Buni puli necha pul? 16 ming.
16 mingga berasiz. Beraverasiz. Kraskasi toza, premier pozitsiya. Premier plus masa bu. Premierda o'zi. Maylimi? Taniydiganlar bormi? Aka. Qarang. Hammaga salom alaykum xolos. Boshqa niyatim yo'q. Boringizga shukr. Dunyoda kasal qolmasin. Iloyim. Hech kim boshiga dard bermasin, iloyim. Shu bo'lsinlar keyin. Boringizga shukr. Sog' bo'linglar. Iloyim. Akamiz juda yaxshi insonlar. Juda ham zo'r insonlar. Qo'qon boshla bozorida. Hamma suratga tushishda, rasmga tushishda. Van. Qo'qon boshla bozorida. Taniganlar bormi? Gap yo'q. Bu insonni uylarida ochret turib, navbat turib ko'risha olmay qaytib ketganlar qancha. Biz mashina bozorida mana ko'rishdik. Yaxshi inson ekanlar. Nechta mashina olib chiqdinglar havaldan? 16 bilan H6. 16 qaysi? Buni ham 6. M6 bilan H6. H6. Ha, uni proyeksiyalisi bor, shunisi zo'r yoqdi. Mana shu chicha rolni stili yoqmadi menga. Oldingisi yaxshiroqmi? Oldingisi ham sal boshqacharoq edi, ha. Lekin buni go'shliligi yoqdi, mana shirokiligi yoqdi-yu, lekin buni nimasi yoqmadi. Rolni, buni stili, fasoni yoqmadi. Menga yoqqani qaysi? Darkoniki yoqadi. Keyin H9niki 4 burchak, bunaqasi ham haligi spitsasi juda chiroyli. Lekin mashinaning o'zi yurishi gap yo'q. Uchadi. Yurishiga gap yo'q. Kuchi bor. 6 sekund 100 ga chiqadi. Shu 250 ta bunda. 250 ta. Voy, 2 turbo. 2 turbo. Bo'laveradi. Mayli, bozoringlarni bersin. Zo'r mashina, boramizda qolsa, yana syomka qilgani. Charchamanglar, istoriya qilib qo'yapman. Bo'pti, mayli. Inshaalloh ko'rganimizdan. Hoppa. O'zini minusimi? Shu o'zini minusimi? Bu Bluetooth bilan ishlaydimi yoki Android Auto bilan ishlaydimi? CarPlay qo'ysangiz keyin ishlaydi. CarPlay qo'ysa bo'ladimi? Bo'ladi. Qo'yilganlari bormi? Ha, o'zini miyasiga o'rnatsa ham bo'ladi. Miyasiga? Qanday? O'zini programmasi bor-da aka. Aha. Chipiga, miyasiga yuklab beramiz. Aha, zagruska. Ha, faqat u CarPlay'da tiniq ishlamaydi. CarPlay'da umuman qatimay ishlaydi hamma yo'li. Unda hali 0.5 sekund, 1 sekund anaqa bo'lishi mumkin. Bosganingizda boshqa qilganingizda. Zadeshkami? Zadeshka bo'lishi mumkin. Ammo unga CarPlay o'rnatsa, unda zadeshka bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Tiniq ishlaydi. U ham $100 bo'lyapti hozir. $100 CarPlay qo'yib olsa bo'ladi. Mana shu o'shaniki. Mana shu Android Auto'niki mana. Android Auto lekin yo'q. Yo'q, o'zida zavodskoy bo'lmaydi. O'zida oddiy mana Bluetoothdan ulab foydalansangiz bo'ladi. Ishlatsa bo'ladi. Hozir ha, men aytdim, lekin Bluetoothdan ulanganda mana iPhone, Redmi, Oppo'lar ulanibdi-da. Demak, ulanyapti. Endi byudjet klass mashinada bu. Buni asosiy qulayliklari mana funksiyalari basta-ki. Ha. Buni asosiy qulayligi uni salonda hajmi katta. Ichida 5 kishi bemalol maza qilib ketaveradi. Keyin podveska tizimi yumshoq. Hali ancha-muncha yamalarni mensimaydi. Независимый podveska. Keyin bagaji katta. Keyin расход oz. Mana shu godasiga 5 ta 6 ta расход qiladi. 5 ta 6 ta расход qiladi. 1.5 turbo motor. 1.5 turbo motor. Hozir motorni ochib ko'rdik. Men juda nima? Nima deydi haligi qaltirashlar yo'q, tekis, 4 ta silindr, turbina. Keyin bunga propan o'rnatish qanaqa bo'ladi? Propan o'rnataverasiz, bemalol yuradi mashina. Benzin, propan aralashtirib yoqadimi? Yo'q, MPI bo'lardi motori. To'liq propanda o'zida yuraveradi. Faqat propanda o'zida yuradi. 100% propanda o'zida yuraveradi. Metan qo'ysa ham bo'ladi. Metan bo'ladi, tavsiya bermayman lekin. Endi metan Turbinaga metan uncha nima bo'lmaydi. Turbo motorga metan tavsiya qo'ymagani ma'qul-da. Men bunda stop start borligini hozir bilyapman shu paytgacha. Bu kalitimi o'zini? Ha, endi bu mashinada hali funksiyalar kam bo'lgani bilan kerakli hamma yo'q bor-da. Cruise control bor, klimat control bor. Sidinalaringizni sida rejimlarni maytdan almashtiraverasiz. Sport, ekonom, normal rejimlari bor. Uch xil rejim bor. Tog'li sirpanchiq yo'llarga yana ikkita alohida rejimi bor. Qanaqa u? Shu chap tarafingizda ikkita Stabilizator. Yonida o'chdi. Bu tog'dan tushish spusк. Aha. Ha, yonib o'chyapti ular ham. Oddiy lyukchamiz bor. Lyukchamiz bor. Lyukda, zato. Zato lyuk bor, zato.
keling aka. 25% to'lasangiz, Hop. misol uchun, o'rtacha 24-25% banklar. Yillik stavkasi. Ha, yillik stavkasi. Endi biz 15%, 10% yoki boshlang'ich to'lovsiz olmoqchiman desangiz, Hop. gadovoy stavka oshib ketaveradi. 29-30 bo'lib ko'tarilib ketaveradi. Hop. Qaysi bank tanlashingizga qarab. 30% dan boshladingiz, o'sha foizsiz boshlanadi. 1 yilga sizga xohlasangiz foizsiz 30% ga. Hop. 2 yil bo'lyapti, ozgina foiz qo'shiladi, 5%, 4%. Aha. 5 yilgacha ketaveradi. Endi 50% ga meni mablag'im yetadi, 40%, 50% ga. Siz men sizga 30 oygacha o'zini pulini shunday peniyasiz, foizsiz, bir so'm ham ustiga mindirmasdan chiqarib beraman. Mashina bir kunda, o'sha kunda o'zida nomingizga chiqadi, sizniki bo'ladi. Shot spravka bilan. Endi bu yerda ham teshigi bor ekan. Albatta, listali narsalarni solib Katmon, pul, mana shu saqlanadigan xranilishi bor ekan bu yerda tagida. uni rasxodi 2 turbo bo'lganligi uchun u sportivniy varianti. Uniki 10 ta. 1.5 turbodiki 8 ta bo'ladi. Bularda rasxodi 6 ta aka. Ekonomichniy mashina, juda ekonomichniy. Rassrochka necha foiz, necha pul to'lash kerak u? Boshiga. Necha foizini to'lash kerak boshiga? 30% dan boshlanadi. Boyaga Biz bilan ham rassrochka chiqib bo'laveradi. Ha. 10% bilan avtokredit qilib beraman deganingiz qaysi u? Xo'p, 15% dan past bo'lsa, Hop, boshlang'ich to'lov. hop. Yuridik shaxslar bo'lishi kerak. Ya'ni yo firmasi bo'lishi kerak, firmasining nomiga qilib beraman, yo Aha. yuridik shaxs, jismoniy shaxsga chiqmaydi. Ha, Jismoniy shaxslarga 15% dan boshlab chiqadi. 15% dan. Ha. Через lizing xohlasa yoki через bank xohlasa, xohlagan usulda chiqarib beraveramiz. 4 yilga, 5 yilga qilib. Ha. 4 million desa, nimasi? Yarmini to'lasiz. 50% to'lasa 4 milliondan. Endi oxirgi pozitsiyasida u. Ha. Men to'g'risi yoshligimda bundan bir necha yil avval, mashinada faqat yo'l bermaslik, o'tib ketish, poygalashish, quvish, bosish bilan shug'ullanardim. Toshkentda Qo'yliqda akamning uyi bor. Toshkentdagi uydan Yangiqo'rg'ondagi uyimga 2 soatda 10 minutda kirib kelardim. Qanaqa mashina deding? ZAZ Forza. ZAZ Forza, Bardoviy ZAZ Forza'mda 2 soat va 10 minut. U paytda radar ham sanoqli edi. Barmoq bilan sanaydigan radar bor edi. Keyin qo'lda pistoleta turishar edi. 18-yilda aytyapman. Hozir 18 o'tdi, ana 19 o'tdi, 20 da ham sal qo'yiqlashgan bo'lsam, 21 da ham hozir men Yevropada fura mindim. Cruise kontrolda 82 ga qo'yib qo'yaman. Furada. O'shandan o'rganib keldim qanaqa minish kerakligini. Hozir Xudoga shukr, menga cruise kontrollik mashina kerak-da. O'zim Sparkdaman. Spark sotib sal kattaroq mashina olib, sal kengroq mashina, sal komfortli mashina olay desam, cruise kontrol shunda bor bo'lyapti, 1.5 turbo bo'lyapti. Keyin gabarit katta, buni orqasida o'sha nima deydi, 808 litr nima deydi, bagajniki kattaligi uchun menga bu yoqyapti. Hadovoyi ham juda yumshoq. Ha, nizavisiy to'rtalasi ham. Endi oldim Macpherson, Damas'da ham oldim Macpherson. Hammasi yumshoq, hammasi misol Malibu-da ham, misol bunda ham, misol uchun mana buni ham Macpherson-da. Hech zamonda bu dug'ri chashka emas-da. Yoki minagri chashka emas oldi. Dug'ri 50 mingdan oshib ketyapti-da. To'g'rimi? Porsche Cayenne aytsam, вообще 200 ming. Porsche Cayenne'lar. Ular dug'ri chashka. Byudjetniy klassdagi Hammasi- optimal variant hozir mana shular bo'lib turibdi. Ha, Macpherson oldi. Orqasi lekin buni baribir nizavisiy. Buniki balka emas, boshqa emas. Shuning uchun mashina yoqib turibdi, xudo xolasa. Kim olaman desa, maslahat beraman, olinglar. Zo'r mashina. Ish bilan yetib borolmaydigan bo'lib qoldim, shuning uchun aka ukamni jo'natyapman. Ukangiz kelyaptimi hozir shunda? Ukam bo'lyapti. Men istoriya qilib nima qilmoqchi edim, o'zingizga bersam yaxshi edi, bo'lmasam oldingizga o'tib boray, men Qo'qonda qayerdasiz? Akajon biz nimada bog' bilan shug'ullanamiz. Nima bilan? Bog' bilan, bog'dorchilik bilan. Bog'dorchilik bilan, o'sha bog'dorchilikka boramizda. Bog'dorchilik bilan shug'ullanamiz. Hozir bizga o'sha Qirg'izistondan suv keladi, 15 kun 20 kunda. Hop, Shu suv kelib qoladi, shu suv bilan bo'lib qoldik. bo'ldi aka. Sovg'ani hozir sizga emas, ukangizga berib yuborishimni so'rayapsizmi? Yo agar imkon bo'lsa sizga yolg'onchi bo'lib qolmaydi, ukam jo'natyapman-da.
Yo, unaqa yolg'onchi bo'lib qolmaysiz. Meni o'zim o'sha boqqa borsam qanday bo'ladi, lakaz tashlab bersangiz, mashinada o'tib boraman-da, keyin qaytishimga ponni bak benzin quyib berasiz deb qo'yim. So'g'adan qimmat tushadi. Ya o'sha bozorga borib qoldi-da. Yo, hazillashyapmiz. Bo'lmasa hozir ukangiz bilan ko'rishamiz, iloji bo'lsa o'zingiz bilan Instagramingizni ko'rsatib, story qo'ysam yaxshi bo'lardi. Aha. O'zingiz bilan ko'rishaylik aka. Bugun nima bo'larmikan aka? Bo'ladi. Xo'p deng. Bo'ldi. Hop. Qachonga bu? Bugunga imkon qilsa, hozir ukangiz bilan ko'rishaylik, harakat qilamiz aka. Tamom. Bo'ldi. Yana bitta istak. Savdosi bo'lyapti. Savdosi bo'lyapti. Xullas, men sizlarga EQS ko'rsataman. O'zbekistonda sanoqli mashinalardan bitta. Mana bu avtomashina. EQS. Chitinomatik demak, orqasida ham motori bor. EQS 450 demak avtomashina. Bu yerda kamerasi bor. Bu elektromobil. Haqiqiy elektromobil Mercedes-Benz'da o'zini o'sha eng birinchi elektromobillaridan. Qanday ochdim buni? Aka, buni ochaylik. Oho. Mashina yurib turibdi, lekin salamasi ochmaydi. Ya, vashi, ko'z tegmasin. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, pamitlarimiz bor, sidinamiz, mashinamiz, eshiklarimiz yog'och, hech qanaqa plastik emas. Buni kelib ushlashlaring kerak-da, buni ushlash kerak. Voy, massaj qilyapti. Ana shuning uchun ham Mercedes-Benz kompaniyasi, Mercedes-Benz eng zo'rlaridan. Xo'p, eng zo'r toza kolonkalar, original mashina, unaqa kopiya, kitayskiy mashina emas. Bismillahirrohmanirrohim. Polimiz baland, chunki bu yerda batareyka bor, novchaligi ham anchagina, mana pastdan anchagina novcha baland, polda batareykasi bor. Ready, tayyor degani, eshigimiz ochiq, mashinani ushlashni qaranglar, skriti, ko'rinmaydi ishlash. Xo'p, bu yerda tablolarni ko'ryapsizlar. Mashinani datchigida o'qishini odamlarda va rulimiz original rul. Mana bunaqangi original. Bu yog'i ham mazza. Ushlab olay. Men qachon olaman bunaqa Mers? Bu yog'i ham mazza. Mana kalitimiz. Qani? Mana. Kalitimiz, mashinamiz. Mana shuda endi. Nima deymiz endi? Bunaqasidan solinar ekan-a? Yoki nabratidanmi? Xullas, ikkala tomoni ham bir xil ekan. Mayli, solmadim. Ikkinchi kalitimiz tilla ko'rinishda. Bu Genesis bu. Genesis tiki. Mashinamiz stop start bu yoqda. Ochiladigan. Hoppa. Ana. Xo'p, eshikni mana bu yerdan ochdim. Ana. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Voydot. Men qachon minaman bu mashinani? Nega? Orqa ochildi. Sentr zamok qulflandi. Ochib o'ynaydi-ku. Endi ochildi. Men bu yoqda bekitganim uchun bo'ldimi? Mana bu yoqlar ishlashi. Bu yoqda xaridor ko'ryapti, mashinani olaman deb, savdolashyapti, egasi bermayapti. Olinglar. Akamga konkretlarga ko'rsatyapman men. Dushmanlarga. Savdo qilib berish. Sidinani sovutishni, isitishni funksiyalarini ko'ryapsizlar. Bu yoqda yana qani ishlamayapti bu. Qani bismillahirrohmanirrohim. Hoppa. Qo'lni ushlab oldi уже. Podgolovnik. Bu nomiga ekan. Nomiga bossa bo'ldi ekan. Nomiga bossa уже qimillayapti. Bu oxirigacha bu bosilmas ekan, tushunyapsizlarmi? Ana shunaqa. Xullas, o'zimni suvni oqib qolyapti mashinaga. Allohga tavakkal, 3 ta detalga javob berasiz, tamom.
Nima pulga to'g'ri kelsa berib yuboramiz aka. Sizga kichkina pul so'ramadi. Rahmat, yo'q. O'ta chiroyli narx berdi. To'g'ri kelmaydi, to'g'ri kelsa berib yuboramiz. 57 ming so'rashyaptimi? Nechinchi yil bu mashina? 2023. 23 yil, 22-23 yurgani qancha? 29. 29 ming. Aslashkili 22 emas. Pasportini ko'rsangiz bo'ladi. 23 chiqish kerak edi. 22 ga 23. Pasport 22 mi? 22 ga 23. Qayta 23 bilan. Ana bitta olib ko'ring, o'rtada. Kuzofinimi yoki nimasini ko'raylikmi? Texpasportini ko'raylikmi? Texpasportda 22 ga 23. Nima bo'lsa. O'zi asli 23 chiqish kerak, texpasport. Hop. Google'ga Win kodini tersangiz ham 23 chiqadi. Mana yerda SMR turibdi mashinani. T2mi bu? T1 turibdi. SMR. SMR Garmiadan kelyapti. O, Garmia firmasi. Koreya strana отправителя Koreyadan kelgan ekan bu. Bu ham отправитель jo'natuvchi 63 Respublika Koreyadan kelgan. Koreyskiy versiya ekan bu. Avtomobil VIN kodi bu yoqda. Tak, buni o'zichi 26-yil. Aka bu yaqinda keldimi? 26 keldimi? Kecha nomer taqildi. Koreyadan kelgan bu. Buni. Shunda original nemis zborkami? AG Mercedes-Benz Made in Germany. Ha, Germaniya Made in Germany bu. Bo'ldi aka. 57 so'rayapti, bermayapsiz. 29 ming yurgan. Kraskasi 3 ta detalga javob berasiz deyaptimi akam? Bitta petno bor. Krылоda petno bor. Hop, Bagajga zari tushmay qolgani uchun sepdik. hop. Kraskasi. Bir xil bo'lishi uchun. Bagajni ham masjidda bor edi, petno qilinglar desam, ustalarga jicha endi bagaj olib ketib qo'yganim ish yo'qmadi. Bir xil qilish uchun mana shu bagajga ham sepildi. Butun bagaj, ves. Ha, vers. Qachon yo'q, toza bagaj bo'lgan. Aha. Shpa bo'lib yo'q. Mana shu yerda lakalnisi bor. Ha. Mana shu yerda o'zi. Bu qolgan joylar toza. Bo'ldi. Buni orqasini ochishimiz salondanmi? Aa. U faqat kamera uchun ochiladi o'yladim. Kamera ham o'sha. Kamera o'shanchida. Liftback. Bu men yerda basseyn bor ekan. Shu cho'milsa bo'ladigan. Alisherni tashab qo'ysam cho'milib yuraveradi-da. Ana. Liftback. O'ta go'zal. Qani bismillahirrohmanirrohim. Orqasida sal tezroq yaqinlashib bo'lsangiz ham kamerasi ochib oladi. Sirazi. Juda aqlli mashina. Nech pul so'rayapsiz bunga? 66 ming. O'rtoqlar, men bitta narsani ishontirib aytaman, sal nariroqda. Chunki oladigan odam eshitib qolsa xafa bo'ladi. Bu mashina yangisi 26si Germaniyaning o'zida 120 ming turadi. 120 ming. 66 ming deyapti, 57 ming so'rayapti, bermayapti. Agar olsanglar, yaxshi mashina. Koreyada minilgan, kecha nomer taqilibdi mashinaga. Hamma narsasi bor, Mercedes-Benz. Bu mashinani maqtashimning keragi yo'q. EQS ikkita motorlik 450ligi. Oldida bitta motor, orqada bitta motor. Mashina pnevmo podveskaligini bilmayman, lekin balon qo'yib olasizlar. Balon qo'yib olasizlar, pnevmo podveska. Pnevmo podveska, oldimiz двухрычажный. Orqamiz ham pnevmo podveska mashina. Balon qo'yib olasizlar birinchi o'rinda. Mana. Nomerlarni video nomiga yozib qo'yaman. Bu mashinaga o'zim ham kompot bo'lganman. Nimani? Mashina 60 mingga so'rayapti. Sizmi? Siz 60 mingga so'rayapsizmi? Nima qilasiz? Qo'ying bu mashinani. Turgan bitgan rasxod aka, siz bilan bizga qoplamaydi. Siz bilan bizga Tiko yaxshi aka. Ishoning. Tikodan zo'ri eng zo'ri Cobalt. Shu mashinaga ishqibozman. Yo'q, aka, original mashinaga ishqibozman. Mashina olib qo'yib, sizlarga ichida mazza qilyapman yurganimizga. Sizlar ichida Kostyum. Olinglar. Buning egasiga hozir telefonlashamiz, boshqa qilamiz. Tak, men mashina bitta ko'ringlar. Koreyadan kelibdi. Yurganini bilmayman. Rangi oq, lekin mashina EQE, ya'ni Yeshkani gibrid, plug-in gibrid. Avtomashina juda ham zo'r. Mana EQE va 4 ta balon tortadigan versiyasi. Bu ham pnevmo podveska bo'lishi kerak, lekin bunga balon ham qo'ymaysizlar. Bundan oldingisiga aytgan edim, balon qo'yib olish kerak birinchi o'rinda.
Hatto oldi kamroq ekan, lekin yaxshi. Bu oddiy ekan. Bez pnevma podveska. Buni nomerlarini qo'yib qo'yaman. Ichkarida men buni qorasini egasidan ko'rsatdim. Bu o'shani oqi. Srochniga. Men ustalarga obed berishim kerak, shuning uchun shoshilyapman. Like bosib qo'yinglar. Mashina bomba. Udar vashi. Hoppa, do'stlar, biz 7 ta sovg'ani birinchisini topshiryapmiz. Bu 7 ta sovg'adan 4 tasini Naves proyektimiz bo'yicha, 3 tasini Xaval Yakkasaroydan sovg'a qilish niyatimiz bor va ikkinchisini ham aniqlaganmiz, birinchisini ham aniqlaganmiz. Birinchisi sovg'asi mana bitta butun boshli korobka, lekin iltimos bu birinchi sovg'a. Bu birinchi sovg'a, siz ham ko'rinib qo'yasiz. Taniysizmi, tanimaymanmi? Sizmi tanishamiz. Navigator, xullas kelishganligingiz uchun rahmat. O'zi biz buni juma kuni aniqlaganmiz, shanba yakshanba berib olsak ham bo'lar edi. Chorshanbaga surishdi akangiz. Akalari yutishgan, realni o'zlariniki. Bir korobka sovg'a. Bu birinchisi boshlanishiga, lekin kelajakda xudo xolasa korobkani to'ldirib, ko'paytirib yana sovg'a beramiz. Lekin bu sovg'ani yutib oldi, endi qayta sovg'a yutmaydi degani emas. Sovg'a yana yutasiz. Ha? Xudo xolasa do'stlar, sizlar ham like bosib, obuna bo'lib, temirchi so'zini yozib va nima qilib qo'ysanglar, shunaqa sovg'adan yana bitta, yana 3 ta bor. Xaval Yakkasaroydan yana 2 ta bor. Shunda 5 ta sovg'a bor. Ikkinchisini ham aniqlaganmiz. 5 ta sovg'ani sizlar egachilab bo'lishinglar mumkin, xudo xolasa. Iltimos, nima deysiz? Obuna bo'lib qo'yinglar. Rosa Oz bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'ringlar, sizlarga iltimos. Sovg'ani ko'paytiramiz. Xudo xolasa. Astalik bilan, sekinlik bilan. Rahmat a. Charchamanglar, sovg'ani egalariga berdim, qutuldim. Atmetga qilib qo'yaman egasini, oldimi yo'qmi? Iltimos, istoriyaga qo'yib qo'ysin ha. Instagramiga akangiz. Akalar dehqon ekan, hozir suv kelib qolgan ekan, dehqonchilik qilyapti ekan. Yangi Qo'rg'on territoriyasida kim agar keladigan bo'lsalar, iltimos, mana shu yerda bitta osh bor. Soat 12 ga qolmasdan tugaydigan osh. Va o'ramasi bor, o'ramasi eng zo'ri. Ana shu o'ramasdan olgani keldim. Yangi Qo'rg'on sentrida. Aloqaga chiqinglar.